Ukraina Moskvaga yirik dronlar uchirdi. Insidensha xabariga ko'ra 18-iyunga o'tar kechasi Moskva viloyati yana uchuvchisiz uchish apparatlari bilan ommaviy yirik dronlar hujumiga uchradi. Rossiya tomonining ma'lum qilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari poytaxtga yaqinlashgan 30 dan ortiq dronni urib tushirgan. Shunga qaramay, Moskva qora tutun va olov ichida qoldi. Zarbalar asosan neft bazalariga va aholi yashash domlariga ham urilmoqda. Asosiy zarba esa joriy yilning 16-iyun kuni Moskva neftni qayta ishlash zavodiga berilgan. Shu tariqa Ukraina maxsus xizmatlari tomonidan amalga oshirilgan operatsiyada FP1 Lyuti va boshqa turdagi dronlar qo'llangani bildirilmoqda. Reuters agentligi ma'lumotlariga ko'ra esa shikastlangan majmua korxona quvvatining qariyb 53%ni ta'minlab kelgan. Shu boisdan zavod faoliyati vaqtincha to'xtatilgani ma'lum qilinmoqda. Moskva shahri meri Sergey Sobyanin ham hujum faktini tasdiqlab, dronlardan biri neftni qayta ishlash zavodi hududidagi obyektga shikast yetkazganini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, hodisa natijasida jabrlanganlar yo'q. 18-iyun kungi yangi hujum davomida urib tushirilgan dronlardan birining bo'laklari Moskvadagi Sadovod savdo markazi hududiga tushgan va binoga yengil zarar yetkazgan. O'z navbatida esa Yevropa yetakchilari Trampni Ukraina bo'yicha pozitsiyani o'zgartirishga ko'ndirishgandi. Bloombergga ko'ra esa Trampning hozirgi yondashuvi Putin bilan Ankorajdagi sammitdan keyin amal qilgan pozitsiyasidan farq qilishi ma'lum qilingandi. Bloombergning qo'shimcha qilishicha, Yevropa ittifoqi Kreml bilan maxfiy muloqot boshlagan. Unga ko'ra, Yevropa ittifoqi Rossiya-Ukraina urushi bo'yicha ehtimoliy muzokaralarga zamin yaratish maqsadida Kreml bilan norasmiy aloqalar o'rnatgan. Yevropa kengashi raisi Antonio Koshta nomidan uning maslahatchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin yuqori lavozimli amaldor bilan 2 marta telefon orqali suhbatlashgan. Undan ko'zlangan maqsad esa kelajakdagi aniqroq muzokaralar uchun sharoit yaratish maqsadida o'tkazilgan. Biroq ushbu muloqotlar qachon bo'lib o'tgani va ularda aynan kimlar ishtirok etgani noma'lumligicha qolgan. Shuncha urinishlarga qaramay, Rossiya-Ukraina urushi hanuz davom etmoqda.